Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, obunachilar. Sizlarga hozir mana to'quv dasturxoni asosiy boshqaruv platasini to'xtab qolgan. Hozir bu ta'mirlab ko'rsatib beramiz. Qaysi joyda muammo bor, uni aniqlaymiz. Hozir o'zlaringiz jarayonda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ma'lumot ochib qo'yganman. Mana shu yerda o'zga ham ko'rinib turibdi. Mana qoraygan joy bor. Mana qoraygan joy. Buni tekshiramiz. Bu kuyganligi aniq ko'rinib turibdi. Bundan keladi. Buni chiqishi bu yerda bo'ladi. Mana shunga chiqish beradi. Demak, u yoqda ham muammo bor. Bu bekorga kuymaydi. Buni almashtirgan bilan ishlamasligi mumkin. Muammo mana shu yerga ulanadigan narsada bo'ladi u yoqda. Ana endi buni bu yoqda tranzistor turibdi. Tranzistor ishlashini keyin yana ko'ramiz. Uni hozircha buni uzib olamiz. Hozir oldik. Bu yarim o'tkazgich. Buni sog'lomini ko'ramiz. Buni sog'lomi mana. Bu boshqa ko'rsatish beryapti mana. Qo'yishda bu tomonlari farq qiladi. Buni joyida mana bu belgisi bor. Shu belgisiga qarab qo'yiladi.
Ben bunu almashtirdim. Bu narsani tranzistorda almashtirdim. Chunki buni almashtirish jarayoni video uzayib ketmasligi uchun aytib o'taman. Bu yerda xo'sh, jarayonda bu yerda yana muammo bo'ladigan narsa. Bu yerda mana bu bularda muammo bo'ladi. Bular kuygandan keyin обязательно o'kadi, u almashdi. Direnç deydi, bu narsani rezistor deydi. Qarshilik bo'ladi. Mana endi bularda muammo bo'ladi ko'pincha. Keyin rellarda muammo bo'ladi. Rellarda ham tekshirish yo'llarini keyingi jarayonlarda ko'rsatib o'taman. Ularni hozircha masalan hozir bu platani hozircha ta'miri bo'ldi. Hozircha mana natijani ko'rsatamiz. Hozir biz almashtirgan narsalarimiz kichkinalar. Endi xo'sh bular bo'lsa, xo'sh. Ana endi tekshirish jarayonida masalan mana shu yerga mana qisqa tutashuv bor edi. Hozir mana qisqa tutashuv yo'q, mana yo'q, mana yo'q. Mana bu yerda masalan ulangan joyi shu, mana bu joy, ulangan joy. Bunisi mana bu mana. Mana bu yerda xo'sh. Muammo yo'q. Bunisida xo'sh. Yo'q, bu yerda muammo yo'q mana. Xo'sh. Shu ikkalasida ishlaydi. Mana shu yerda ikkita tranzistor, bu yerda ikkita yarim o'tkazgich bor. Buni ishlatish jarayoni, ishlatadigan joyi mana optronlardan signal keladi. Bu optronga signal yo'nalish bo'yicha kichik bu yoqdan keladi. Oxir bor mikroprotsessorga boradi bu narsa. Jarayonni kuzatuvchisi mana bu. Bu yerda o'ngga chapga qilib beradi bu narsa. Shunaqa qisqasi buni biz xo'sh. Endi keyingi jarayon dastgohga o'rnatib tekshirib ko'ramiz. Buni o'rnatib tekshiramiz. O'sha jarayonda ham video tasvirga olib sizlarga ko'rsatib xudo xolisa beramiz. Mana bu kartani o'rnatdik.